Qo'lingizga qaysi tirnoq shakli ko'proq yarashishini bilasizmi? 3 ta savolga javob bering va tirnog'ingiz shakli qanday ekanligini bilib oling. Ko'pchilik ayollarimiz tirnoq qildirganda shakli, uzunligi yarashganmi yo'qmi bilishmaydi. O'zim ham manikyur sohasida ishlayman va men oldinlari judayam uzun tirnoqlarda yurardim. Stiletto, balerina, judayam uzun tirnoqlarda yurardim. Testni boshladik. Let's go. Barmoqlaringiz qanday? A. Kalta, B. O'rtacha, C. Uzun. Tirnoq asosingiz qanday? A. Kalta va keng, B. Mutanosib, C. Uzun va tor. Odatda qaysi uzunlikdagi tirnoqni yoqtirasiz? A. Kalta, B. O'rtacha, C. Uzun. Javoblarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Bu gal javoblarni osonroq topishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Sizga qanday tirnoq uslubi mosligini kommentariyada yozishni unutmang. Aytgancha, bunday qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang. Thank you.